vazn toifasidan qolamiz. Super og'ir vazn toifasi 90 kilogramdan yuqoriroq, balandroq, og'irroq bo'lgan. Demak, Ozod Mejitov birinchi bo'lib chiqib kelmoqda. Toshkent shahri vakili. Do'stlar, 4 ta jang o'tkazgan ekan faoliyati mobaynida va 4 tasi ham mag'lubiyat. To'rttasi ham mag'lubiyat. Va eng qizig'i 4 tasi ham mag'lubiyat. Hozir ringga chiqadigan ikki bokschi, ikkalasi ham Toshkent shahri vakillari. Ikkisi ham biri 4 ta jang o'tkazgan, ikkinchisi 2 ta jang o'tkazgan. Qizig'i ikkalasi ham faqat mag'lubiyatli seriyada davom etishyapti. Bugun mana shu ringda bittasi ushbu yomon statistikani, yomon rekordni yo'qqa chiqarish mumkin. Qay biri ko'ramiz. Ozod Majidovni 2 marotaba chaqirishyapti. Ikkinchisida chiqmoqda u. Endi chiqyapti. Men birinchisi eshitmagan bo'lsa kerak ovozini. Uning raqibi Ibrohim Nazarboyev, u ham Toshkent shahridan 2 ta jang, 2 ta mag'lubiyat. 2 baravar kam. Tabassum bilan turibdi Ozod Mejitov. Dastlabki raund.
Qorniga zarba, jab. Yana ikkita zarba Ibrohim Nazarboyev. Yengilroq nisbatan raqibga anchagina. Va bundan foydalanishga harakat qilyapti. Jigariga zarba o'tyapti, o'ng qo'l cross. Tushunarli bo'ldi. Ozod Mejidovning zarbalari og'irroq bo'ladi-yu, lekin zarbani yo'llash kerak, tutib olish kerak bo'ladi. Ibrohim Nazarboyev esa imkon qadar mana shu tezligi evaziga hozir vaziyatni o'z tomoniga og'dirmoqda. Yaxshi o'ng qo'l, chap qo'l zarba. Masofani qisqartirgan holda yaqinlashyapti. Ana shu o'ng qo'l boshdan o'tkazmoqchi zarbani. O'tmadi bu safar. Kombinatsiya yakunida uning zarbasi jab qorniga, boshiga ortidan birinchi raund yakuniga yetmoqda. Yana zarba qorniga o'tkazib yuboryapti. Mejidov javob qaytarmayapti. Bong bilan javob qaytardi oxirida. Bong bilan. Bo'ldi. Bu burchak Mejidovning burchagi jangni davom ettirishdan bosh tortmoqda. Nokaut deyilmasa kerak bu. Ko'proq burchakning jang sekundant sportchisini jangni olib borishdan bosh tortganligi uchun texnik nokaut balki va undan avval g'alabaga kiradi. Umuman olganda farqi yo'q.
Takror ancha tezkorroq edi, ancha tezroq edi. Ko'rdik. Ibrohim Nazarboyev va amalda mana shu tezligini mantiqiy yakuniga yetkazdi.